Aynan shu sokolabrizm Angola tabiiy granitga ustiga mokriy propitka o'zbekcha qilayotganda lak surkaganmiz va gullarning to'g'lanishini ko'ryapsizlar akalar. Quyosh taxminan kunduz kuni 11 dan kechki 5 gacha mana shu tikka turadi. Tosh hattoki qo'lni kuydirib yuborgan darajada turadi. Endi qarab turinglar. Bu Angola bilek va kapusta bilan korkaga surkaganmiz. Ikkala korkaning farqini ko'rishingiz mumkin. 5 yildan oshdi korkaga surkab ketganmiz, kapustaga ham surkaganmiz. Nima uchun? Hozirgi kunda aynan tabiiy toshlarga mana shunday laklar, ya'ni mokriy propitkalar surkilyapti. Biz aynan italyankidan surkaganmiz va umri sifati zo'rligini hisobi uchun va o'zimiz tajribamizdan o'tkazganimiz uchun ham aynan mana shu mokriy effekt beruvchi Italiya propitkasini surkaymiz. O'zbekcha qilayotganda lak. Angolaga nima surkash kerak? Angola tabiiy granit xohlaysizmi, xohlamaysizmi, tashqi omillar sabab birinchi omil bu quyosh rangi ocharadi. Buni aytsam, aytmasam hamma biladi. Terdirganlarda bu muammo bo'lyapti. Va ikkinchi omil, ya'ni zax, sho'r. Mani uyimda sho'r yo'q deganlar uchun hozir yana bitta sababni aytaman, lekin sho'ri borlar biladi, toshning yuza qismidan, hamma tabiiy toshlardan yuza qismiga sho'r chiqib ketyapti. Buni ko'pchilik ko'ryapti. Va bu muammo yo'q emas, bor va shuning uchun ham juda ko'pchilik 1 yil terdirgan yoki 2 yil terdirganlar hammasi bizga mana shunaqa mokriy effekt berish propitkalarimizni surkab berishimizni iltimos qilishyapti va yuvib berishni ham juda ko'pchilik so'raydi. Sababi yuza qismidan nakiblar, sho'rlar chiqib ketadi. Va uchinchi omil bor, ya'ni inson omili. Bu degani uy egalari hammamiz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, sokinimizni yuvamiz, ya'ni shlenda suv sepamizda artib qo'ymaymiz. Juda kamdan kam odam artadi. Lekin iloji boricha kamroq suv sepib, namlatdan o'zida artirsa, mana shunaqa nakiblar yig'ilib ketmaydi. Lekin ilojimiz yo'q, chunki hamma ham uydagilariga, buni quruqlatda bilan art deyishmaydi, chunki hammani ham bunga fursat yetmaydi. Shuning uchun oddiy suv bilan sepib qo'yiladi va suvlar yillar davomida toshlarda, tabiiy toshlar yuza qismiga nakib, sho'r, tuzlarning yig'ilishiga sabab bo'ladi va yuvilgandan keyin nisbatan tosh ocharadi yillar o'tgan sari. Shuning uchun ham hozirgi kunda tabiiy toshlar yuza qismiga mokriy effekt beruvchi propitka, ya'ni lakni surkalyapti va surkagan odamlarimiz, surkagan xonadonlarimiz bizdan minnatdor bo'lishyapti va albatta bu narsa mutaxassislikka borib taqaladi. Albatta mutaxassis bo'lganingizdan keyin bu narsalar ustiga surkab, tajribangizdan o'tkazganingizdan keyin yuza qismida klyonka hosil bo'lib qolgan ko'rganingizdan keyin hammaga bemalol qo'rqmasdan tavsiya qilasiz. Albatta noto'g'ri surkalgandan keyin noto'g'ri effekt berganlar bor, yo'q emas, chunki hamma ham mutaxassis emas, hamma ham bu narsani professional darajada tushunmaydi. Iloji boricha bunaqa narsalar surkatishda yoki tabiiy toshlarni tozalatishda mutaxassis bilan maslahat qilishingizni tavsiya qilaman. E'tibor berasizlar, 5 yil bo'lgan surkalganiga nisbatan ochar. Misol uchun sizda savol tug'ilishi mumkin. 3 yil turadi yoki 4 yil turadi. Nima bo'ladi siz? Tosh tabiiy o'zining holatiga qaytadi, ya'ni ocharadi. Shu, boshqa hech nima bo'lmaydi. Quyoshda shilinib tushmaydi mebellarga o'xshab yoki taxtalarga o'xshab. Bu tabiiy toshning ustiga shimilgandan keyin, lakning umri qisqargandan keyin ketadi xolos. Rangi o'zini tabiiy holatda ocharib qoladi xolos. Agarda sizga ham mana shu tosh haqidagi qiziqarli ma'lumotlar, boricha faktlar bilan qiziq bo'lsa, albatta obuna bo'ling.